Hammaga assalomu alaykum. Bugun biza eng chasi beriladigan savollarga javob olmoqchimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Birinchi savolimiz nimaga qimmat, boshqalarda arzon? Bu savolni birinchidan ikki xil odam beradi. Ikki xil odam beradi. Shuning uchun ham men ikki xil javob beraman. Birinchisi, odam rostdan ham interesniy bo'lib qoladi, qiziqib, yuragidan haligi xolis niyat bilan deydi, so'raydi, qiziqadigan odamlar. Ikkinchisi, ba'zi odamlar bor, bu savolni как sarkazm sifatida berishadi. Tushunasizmi? Просто gap yo'ligida gap deb qo'yishadi. Bu odamlarga misol keltirib, farqini tushuntirib berishdan ham qizig'i yo'q, chunki ular o'zini мнениясida doim qolishadi. Tushundingiz? Birinchisi, rostdan qiziqib so'raydigan odamlarga birinchi asosiy farqlari yondashuv va detallarga bo'lgan e'tibor. Birinchi eng asosiy farq. Bu yana ketaveradi, sterilizatsiya, dezinfeksiya, уже ag'i ketaveradi. Ko'p misol. Lekin asosiysi shu yondashish bilan detallarga bo'lgan e'tibor. Endi ikkinchi turdagi odamlarga so'raydigan bo'lsa, chunki bu opitda bo'lganda, tajribada bo'lgan bunaqa savol beradiganlar so'rashadi, nimaga sizlarga qimmat, nima farqi bor? Sizlarda masalan bizda 250 ming so'raydi, ba'zi odamlar so'raydi, sizlarda 250 ming ekan, juda qimmat, men masalan oddiy 30 mingga oldiraman, 50 mingga oldiraman deyishadi. Bunaqa odamlarga misol keltirib farqini tushuntirib berishdan farqi yo'q, rostdan ham. Chunki bo'lgan shu narsa. Bu odamlarga oddiy misol aytaman. Oddiy Chevrolet bilan Rolls-Royce farqi nimada deb o'zlariga savol beraman. Встречный savol. Buni farqini hamma yaxshi biladi-ku. Tushunasizmi? Вот. Shuni farqini tushunib olishsa, o'zi bilishadi farqini. Ikkinchi turdagi odam. Ikkinchi savol. Voy 5 minutda olib qo'yasiz, o'tiribsiz-ku baribir. Bu savolni ko'proq shunaqa odamlar berishadiki, masalan, bizda bitta odam yozilgan, bitta mijozimiz yozilgan 12 ga deylik. Siz klientni kutib o'tiribsiz. 11:50 vaqt. Soatga qarasangiz 11:50, 10 minut bor, to'g'rimi? Shuna bitta mimo проходящий odam o'tyapti-da, sizni ko'rib qolyapti-da, qarasa bo'shsiz. Sizga aytayapti, "Men sochimni olib qo'ya olasizmi?" deyapti. Siz aytayapsiz unga, "Yo'q, hozir mijozimiz keladi, 10 minutdan keyin agar kelishmasa siz olib qo'yamiz" deb aytasiz. Bu haligi klassический janrda bu. Shunda ko'pchilik aytadi, "Voy, meni sochim qiyin emas, 5 minutda olib qo'ya olasiz. Shuna kesib qo'ysangiz bo'ldi" deyishadi. Bu o'zi asli 100% unaqa emas. 5 minutda bundan kesib qo'ysa tugaydigan narsa emas-da u. Shunga e'tibor berishingni so'raymiz, to'g'ri tushunishingni. Chunki bizni barbershoplarda har bitta xizmat uchun определенный vaqt belgilab qo'yiladi. Reglament bo'yicha keng ko'lamli xizmatlar deb qo'yadi bizda, широкий спектр услуг. Har bitta xizmatimiz uchun определенный vaqt bor. Srednестатистический ko'rsatkichlardan olib belgilangan vaqtlar. Bular havodan olingan vaqt emas. Shuning uchun biz shunchaki sochingizni 5 minutda kesib qo'yish emas, biz качественный, eng zo'r sifatli soch bilan ketishingizni, довольный bo'lib ketishingizni xohlaganimiz uchun shuni deymiz. Uchinchi savolimiz. Sochim nimaga uzoq gapirmayman. tez o'sadi? Yo'q. Uzoq normal-a? Normal, naоборот, долгий bo'lsa. Ikkinchisi. Уже вырежем это. Так. Uchinchi savol. Sochim nimaga tez o'sadi? Ko'pchilik buni yomon deb o'ylaydi. Kelishadi-da, bizga shikoyat qilishadi. "Aka" deydi, "Biz sochimni oldirdim" deydi, "O'ta tez o'sib qolyapti. Shunaqa bir narsa qiling, sekin o'sadigan qilib" deyishadi. Bu o'zi asli yomon emas. Bu degani sizni organizmingizda metabolizm deb qo'yadi. O'zbekchada moddalar almashuvi. Moddalar almashuvi rosa o'zi joyida degan. Bu shuning uchun ham sochingiz tez o'sadi. Agar sekin o'ssa bu muammo. Значит, organizmingizda qanaqadir yo gormonalniy sboy yo qanaqadir vitaminlar yetishmasligidan bo'ladi. Tez o'sayotgani bu yaxshi показатель. То есть медitsina tomonlama тоже bu farq. Bu yaxshi degani, tez o'sish. To'g'ri javob. Так. Keyingi savol. Har kuni soch yuvish zararmi? Buni ko'pincha не только erkak kishilar и ayol kishilar ham shu savolga qiziqadi. Har kuni yuvish zararmi dedingmi? Ayollarni bilmadim-ku, ayollarda menimcha har kuni yuvish sal neudobniy bo'lib qoladi. Chunki uzun, quritishga ko'p vaqt ketadi. Shu uchun uzun sochlar bo'yicha men spetsialist bo'lmaganim uchun men bularning ishiga aralasha olmayman. Вот. Lekin erkaklar sochi bo'yicha men o'zimning nuqtai nazarim, точка зрения, har kuni yuvsa bo'ladi.
har kuni yuvsa bo'ladi. Faqat holatga qarab, sochni strukturasiga qarash kerak, qanaqa sochligiga qarash kerak, teri yog'limi, yog'li emasmi. Masalan, sochi soch terisi juda sezuvchan, sochi nozik odamlar istanchonniy deb qo'yadi. Sochi o'zi tabiiy nozik odamlar bo'ladi-da. Ingichka, tonkий волосы. Вот ularda har kuni yuvsangiz, agar noto'g'ri shampun bilan yuvib qo'ysangiz, sochda qazg'oq bo'lib ketadi, soch terisi qurib ketadi, qichishishlarga olib keladi, zudlar bo'ladi-ku. Shu narsalarga olib keladi. Buzilishi mumkin mana balans. Shuning uchun agar to'g'ri shampun tanlagan bo'lsa, sulfatsiz o'ta agressivniy bo'lmagan, глубоко очищающий shampunlar deb qo'yadi. Shunaqa shampunlar bo'lmasa, har kuni yuvsa bo'ladi. И желательно shunaqa soch чувствительный, soch terisi чувствительный odamlarga maslahatim, har kuni yuvsa ham shampunni через день ishlatishsin. Bir kun shampunda, ertasi kuni просто toza suvda yuvsa, sochini tabiiyligi holatda yaxshi uzoqqa yetadi. Endi sochi yog'li bo'ladigan odamlarda unda ham shu to'g'ri shampun tanlab turib har kuni yuvsa bo'ladi. Но желательно через день agar shampun ishlatsa manfaatliroq bo'ladi. Nimaga soqol o'smaydi? Bu ham haligi juda ko'p beriladigan Juda ko'p savollardan beriladi. bittasi. Особенно anaqa подросткlar ko'p beradi. Yosh Da. o'spirinlar vaqtidagi bolalar kelishadi, savol berishadi shunaqa. Bu eng asosiy bittasi o'sha javobi bu genetik bo'ladi. Genetik bo'ladi. Ba'zi odamlarni bilaman, meni o'zim og'aynilarim minoxidil degan preparat bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Ko'pchilik Da. bilishadi. Minoxidil degan preparatni ishlatib ko'rishgan. Bu hammada individualniy ta'sir qiladi-da. Agar sizda ota-bobolaringizda soqol bo'lmagan bo'lsa, yo'qolsa shu podborodok, zona podborodkada bo'ladigan bo'lsa, sizda 90%, 95% yuzidan chiqmasligi mumkin-da. Sizda ham shu xuddi mana shu yerda o'sadi. Tushunasizmi? Meni bir tanishim shu preparatdan foydalangan, soqoli o'sgan, lekin shu preparatni ishlatishni to'xtagan kundan boshlab soch to'kilishni boshlagan, soqoli. Tushundingizmi? Bitta определенный vaqtdan keyin soqoli oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, shunaqa holatga qaytib qolgan. Вот. Ba'zilarda ozgina ta'siri bo'ladi, lekin baribir hali idealniy bo'lmaydi. Idealniy bo'lib yurish uchun siz regularniy ishlatib yurishingiz kerak, doim. Вот. Qachon to'xtatasiz, rezultat ham to'xtaydi. Plyusi ham bor, minusi ham bor. Plyusi ham bor, minusi ham bor. Da. Doim foyda bermaydi, to есть hammada bir xil, masalan, bir kishida ishladi deylik, bu preparat. Ikkinchi odamda ham ishlaydi deb hech kim garantiya bera olmaydi. Chunki genetik bo'lgani uchun bu. Keyingi savolimiz, barber bilan sartaroshchi farqi nimada? Barber bilan sartaroshchi farqi shu birinchi temaga qaytamiz yana. Birinchi asosiy omillari bu yondashish, ishga bo'lgan yondashish. Ikkinchisi detallarga bo'lgan e'tibor. Men o'zim oldin Rossiyada ishlab ko'rganman-da. Bizda zabegalovka deb qo'yadi, ekonom klassda. Ekonom klassda asosan soch olgani endi ishlash prinsipini aytib beray. Soch olgani 15 minut, uzoqi 20 minut vaqt ajratiladi. Shunaqa odamlarning требованияsi qanaqa? Boshini do и после yuvish shart emas. Nimaga? Chunki uyda отдельный pul olishadi bosh yuvganiga. Shuning uchun ular ba'zi odamlar yuvdirishmasdi. Menga bu yoqmasdi. Yuvilmagan soch olish. Tushunasizmi? Oddiy misollardan bittasi shu. Shu yoqmagani uchun ham menga talchoq bo'lgan. O'sha ekonom klassdan chiqib ketib, barbershopga o'tishim uchun. Barbershopda har bitta detalga e'tibor berishadi. Bizda masalan kelsangiz, boshingizni do и после yuvamiz. Oldin ham, keyin ham yuvamiz. Sartaroshga ishlashda ham haligi приятный, mijozi o'ziga ham приятный deb o'ylayman. Asosiy farqlar emas, farqlardan bittasi shu sanab o'tganlarimiz. Dezinfeksiya masalasi bo'yicha. Ko'p sartaroshxonalarda bizda опасный бритва, то есть usturalar ishlatmaymiz deyshadi. Nimaga desa, asosiy buni o'zi sababi, orqasida yashirib turgan sabablardan bittasi dezinfeksiyadan qochishadi. Sanpin standartlari bor-da. Shu требование, ularning определенный требованиялari bor. Agar shu требованияларga sizni sharoitlaringiz, sartaroshxonadagi, barbershopdagi sharoitlaringiz javob bera olsa, ishlatsangiz bemalol bo'ladi. Ko'pchilik shundan qochgani uchun ishlatishmaydi. Biz barbershoplarda bemalol ishlatamiz.
Chunki biz shu sanitariya qoidalariga rioya qilib ishlatamiz. Dezinfeksiya, sterilizatsiya hammasiga. Asosiy farqlari shu. Mhm. Nimaga bir marta kelgan mijoz ikkinchi marta kelmaydi? Bu yana o'zimni личный мнением. Men o'ylayman, bunda klient mijozi ожиданияsi bilan oxiridagi natija, rezultat, ya'ni to'g'ri kelmay qoladi. Shunda klient qaytib kelmaydi. Asosiy faktor. Bunga birinchi sababi konsultatsiya, yaxshi качественный konsultatsiya bo'lmaganligi sabab. Kechikib kelish odatlimi yoki hurmatsizlikmi? Ya'ni yozilgan, bron qilgan mijoz kechikib kelishi. Kechikib kelishi. 12 ga yozilgan, 12:15 kelsa. Agar bir marta bo'lsa, bu normal holat. Chunki probka bo'ladi yo'lda. Masalan, har xil holat bo'ladi-ku. Bir marta, ikki marta keladigan bo'lsa, bu odatiy hol deb o'ylayman. Hammada bo'ladi bu. To'g'ri tushunish kerak buni. Lekin doimiy ravishda regularni bu qaytarilaversa, bu yaxshi odat emas. Birinchi o'rinda shu odamni o'zini yaxshi odat emas. И behurmatsizlik deb o'ylayman. U ham o'sha o'ziga по отношению к себе самому. Nimaga desangiz, u odam o'zini vaqtini to'g'ri распределять qilishni bilmaydi. Shu holatlarda bo'lishi mumkin. Kelishdan oldin boshni yuvish shartmi? Ya'ni barberga kelishdan oldin boshni yuvish shartmi? Shart emas. Bu ham holatga qarabda. Masalan, siz zaldan kelyapsizda, tillab pishib ketgan bo'lsangiz, boshingizni yuvmay kelgan bo'lsangiz, birinchidan masalan metroda, avtobusda kelishingiz bor, taksida kelishingiz bor. Bu sal неприятный bo'ladi. Yoningizda o'tirgan odamlarga ham. U holatlarda yuvib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Lekin biz baribir boshni soch olishdan oldin ham, keyin ham yuvamiz. Agar siz masalan ertaman yuvgan bo'lsangiz boshingizni, sartaroshga kechqurun yozilgansiz. Bu holatda yuvmasa ham bo'laveradi. Chunki kelganingizdan keyin baribir yuvamiz. Soch olishdan oldin. Значит, u xohishga qarab. Xohishga, holatga qarab. Holatga. Agar masalan zaldan kelayotgan bo'lsa, birinchidan men o'sha zaldan kelayotgan odamning o'ziga ham неприятный bo'ladi deb o'ylayman. Tasavvur qiling, zalda pishib, tillab zanimatsiya qildingizda, o'sha holatda kelsangiz yaxshi bo'lmasa kerak menimcha. Yo'q. Приятный bo'lmaydi. И oxirgi savolimiz, заключительный savol. Yaxshi barberni 30 soniyada qanday bilish mumkin? Yaxshi barberni 30 soniyada? Da. Buni yaxshi barber meni fikrimda bu. Yaxshi barber mijoz kelgandan keyin ikki og'iz gaplashgandan keyin sirada soch olishga tushib ketmaydi. U полноценный konsultatsiya qilib bo'lmaguncha soch olishni boshlamaydi. Birinchi omillar. Chunki ko'p kuzatganman-da, yosh barberlarda ko'rganman. Shoshilishadi-da, klientni oxirigacha eshitmasdan soch olishni boshlab yuborishadi. O'shuning uchun ham tushunmovchiliklar kelib chiqadi sochchi oxirida. Klient rezultatdan недовольны. Yo'q, qaytib kelmaydi. Ba'zilar aytadi, menga bu joyi yoqmadi, shuni iloji bo'lsa to'g'rilaylik deydi. Bu klientlar yaxshi aytgani. Ba'zilar aytmaydi. Aytgani yo yo'lishadi, yo просто shu o'ziga o'zi xulosa qabul qiladi-da, kelmayman boshqa deb turib, просто ketishadi. Bu degani sizga barbershopga bitta minus klient degan. То есть долгосрочный perspektivada bu barbershopga ham, sizga ham minus. Shuning uchun, опять же, mana shu temaga qaytamiz. Konsultatsiya. Sochchi klientingizni 80% довольный bo'lib ketishini ta'minlaydigan omillardan bittasi. То есть natijadan 80% довольный bo'lishini sabablaridan biri konsultatsiya, to'g'ri qilingan konsultatsiya. Shu bilan biz yakunlaymiz. Savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Всем пока. Yeah. Кто крутой? Я.